Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana bugun bizga G'olib akamiz keldilar. Kelganlaridan keyin bu yoqda shikoyatlarni eshitib ko'rdik. Tekshirib ko'rganimizda mushakllarda va nervlarda shamollash va yallig'lanishlar bor ekan va bu yerlarda bez bo'lib ketgan. MRT tashxislarini ko'rganimizda 52-50 sohalarda protruziya 2 mm, L4, L5, L3, L4 da 5 mm dan grijalar va L5 bilan S1 sohalarda esa 8 mm lik grijalar bor ekan. Xo'p, 4 bilan 5 sohalarda esa gemangiomalari bor ekan. Va shikoyatlari shundaki, o'ng tomonlama sidalishning nervlarini juda qattiq siqib og'riq beryapti ekan. Bu yerda 3 kurslik lecheniyamizga qabul qildik. Mana bugun birinchi kuni. Hozir mana tochniy massajni o'tkazdik. Bizdan oldingilar bu yerda manual terapiya to'g'ridan to'g'ri qilib qo'yishgan ekan. Og'riqlari juda ham qo'zg'ab ketgan ekan. Yallig'lanishi kuchli bo'lgan odamlarni birinchi bo'lib turib og'riq qoldiruvchi vositalar bilan va tochniy massaj, igla refleksiya terapiya va fizioterapiyalar bilan qoldirib olib, undan keyin qizigandan keyin ikkinchi, uchinchi kunlariga qilinsa bo'ladi. Xo'p, aka, Bahodir aka, yaxshimisiz? Lecheniylar yoqyaptimi? Xo'p, biz natijalarni kun davomida, video davomida, kun davomida qilib boramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling.